Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nurxon Qurbonova parayengil atletika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. 2020-yil Tokio Paralimpiya o'yinlarida nayza uloqtirish bo'yicha bitta kumush medalini, yadro uloqtirish bo'yicha esa bronza medalini qo'lga kiritdi. 2024-yil Parij Paralimpiya o'yinlarida esa Nurxon nayza uloqtirish bo'yicha oltin, yadro uloqtirish bo'yicha esa bronza medaliga sazovor bo'ldi. Jahon chempionatlarida esa u 2 ta oltin va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritgan. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Nurxon, xabaringiz bor, bizning proyektimiz bor. O'sha sizga 35 ta savol beramiz. Ularga o'zingizni javoblaringizni berishingiz kerak bo'ladi. Nurxon, hozir ayting, biz qayerdamiz? Hozir sizlar prezident sovg'asi, ya'ni prezidentimiz Parij 2024 Paralimpiya o'yinlarida sovg'a qilgan uylardasizlar. Zo'r. Nurxon, sizga kvartira yoqadimi, hovli yoqadimi? Menga ko'proq hovli yoqadi. Kvartirada ozgincha siqilib qolaman. Oilam bilan tashqarida toza havoda suhbatlashib o'tirish, shashliklar qilish, shunaqa narsalar juda ham yoqadi. Shuning uchun hovli ko'proq. Hovli endi katta, mana ko'ryapmiz, uyingiz ham katta, xonalar katta. Sizga uy ishlarida kim yordam beradi? Uy ishlarida singillarim yordam beradi. Men o'zi deyarli uyda ko'p ish qilmayman. Qizlar har doim o'zlari menga ish qoldirishmaydi. Asosan o'z xonamni yig'ishtiraman. Nurxon, hozir mana uyingiz juda ham chiroyli ekan, remontlar yoqdi. Ichkarida katta xonani ko'ryapmiz. Ozgina ma'lumot bersangiz. Bu yoq mehmonxona. Marhamat. Xo'p, biz bu yerda mehmonxonani ikkiga bo'lganmiz. Bu yoqda ovqatlanish uchun, bu yoqda mягкий zona, televizor ko'rish uchun. O'zi biznikida hech kim televizor ko'rmaydi, lekin musobaqalarimdek katta ekranlarda ko'rib, uyimdagilar yana ham yaxshi meni ko'rishliklari uchun katta televizor qo'yganman, asosan shuning uchun. Vaqtingiz bormi? Televizor ko'rsangiz qanaqa loyihalar ko'rasiz televizorda? Men televizor ko'rsam, musobaqalar ko'raman ko'proq. Komandadoshlarimiz musobaqalarga ketganda, o'tgan yil jahon chempionatida, Hindistonda jahon chempionatida qatnashayotganda, onlayn YouTubedan olib berganda televizorda ko'rdim. Shunday boshqacha baletchilik qilib ko'rish boshqacha bo'lar ekan. Anchadan beri baletchilik qilib musobaqa ko'rmagan ekanman. Hozir uyingizda dekorlar ko'ryapmiz. Mana bu mebellar, e'tiborsiz, stol juda chiroyli tanlanganda. Siz o'zingiz tanlaganmisiz bularni? Kimdir tanlab bergan, dizayner tanlaganmi? Xo'p, bularni katta singlim Nigora bilan ikkalamiz dizaynlarini, uyda mebellarini, hamma narsasini o'zimiz ishlaganmiz. Biz ko'proq uyda dabdabalikdan ko'ra minimalizm hamda qulaylikni tanlaganmiz. O'zimizga maksimal komfort yaratganmiz. Hozir mana katta stol ko'ryapman, adashmasam 10 kishilik. Umuman har narsa sizda har bir qo'yilgan predmetlar katta-da. Shundan kelib chiqib, mehmon ko'p bo'ladi degan taxmin bor. Aytingchi, mehmon kutish yoqadimi sizga, yo'qmi? Menga mehmon kutish juda yoqadi. Ko'proq kimlar mehmon bo'ladi? Hali bizga qarindoshlarimiz mehmonga kelishdi. Bir-ikki dugonalarim, murabbiyim keldilar. Hali unaqa katta tashkillashtirib olganimiz yo'q. Shu katta mehmon kutish uchun yaqinda ko'chib o'tdik. O'tgan yili may yoki iyun oylarida remont tugatgan bo'lsak, mebel ishlari, uyda dekor ishlari bilan ancha vaqtimiz ketib qolib, shuning uchun hali mehmon kutishga ulgurganimiz yo'q. Mehmon kutadigan bo'lsangiz, stolni kim yasatadi? Men bilan singlim. Ovqat pishirish qanaqa ovqat pishirishlarni yoqtirasiz yoki ko'proq buyurtma berish xohlaysizmi? Yo'q, biznikida to'g'risi uydagilar ham, o'zimiz ham ko'cha ovqatlarini uncha yoqtirmaymiz. Hamma narsani ko'chadagi, restorandagi nimadirlar yoqib qolsa, misol uchun steykmi, italyanskiy, koreyskiy nimadirlar yoqib qolsa, biz shu narsani uyda o'zimiz tayyorlashga harakat qilamiz, iloji boricha o'xshatib. Ko'proq koreyskiy kuxnya, ko'proq steyklar, shunaqa narsalarni ko'p tayyorlaymiz. Bugungi rejalaringiz qanaqa? Hozir nima qilamiz? Bugungi rejalarim, ko'chada ozgina ishlarim bor. Kutubxonaga borishim kerak, uyga bu narsa olishim kerak edi. Shunaqa ozgincha planlarim bor. Unaqa ko'p planlarim yo'q bugunga. Birga bo'lamiz siz bilan unda? Albatta. Va savollarni yana davom ettiramiz. Albatta. Ketdik, Nurxon, demak biz ketmoqchimiz, lekin hovlingizga chiqib bitta savol paydo bo'lib qoldi. Mana hovlingiz chiroyli ekan, juda ham. Bu yerda gullarni ko'ryapmiz. Hovlida siz ish qilasizmi? Albatta. Nimaga ish qilmaydi deb o'ylaysangiz, o'xshaymanmi shunchalik? Sizga ozgina o'sha hovlimda gullarimni gapirib bersam mayli? Mayli. Men bu gul ayol baxti degan gul. Birinchi marta sportga kirib kelganimda boqishni boshlaganman bu gulni. Menga juda ham yoqqan, mehr berib, gapirsangiz qandaydir tushungandek bo'ladi-da. Juda ham mehr talab, e'tibor talab gul. O'shandan mehrim tushib qolgan. Avvaldan rasteniyalarga rosa qiziqishim bo'lgan.
Shuning uchun hozir sekin shu narsani boyitib boryapman. Bog' ishlari bilan shug'ullanish hovlida menga juda ham zavq beradi. Mazza qilaman. Yana nima qilasiz? Yana qanaqa uy ishlarini qilasiz o'sha hovli? Hovlida suvlar sepish. Mayda-chuyda yengil ishlar bo'ladi-ku, u yoqqa bu yoqqa olish, bu narsa qanaqadir o'y-fikrlar qiynaganda shu ishlar bilan shug'ullanaman. Mana bu yerda ham gullarni ko'ryapmiz, ko'rsating. Bularni 2-3 kun oldin yangi olib keldim. Bular yangi kelgan gullar. Bu gulni juda ham yaxshi ko'rib oldim. Bu где-то 70% xonada kislorod yangilab beradi. Ya'ni changlarni o'ziga yutib, havoni xonada tozalab berishiga juda ham ishqiboz bo'ldim. Hali sinab ko'rmadim, lekin sinab ko'rmoqchiman. Bular hammasi yangi gullar. Ajoyib antikvar gullarga qiziqaman. Ajoyibroq bo'ladi, o'zimga o'xshagan boshqacharoq dedim. Shunaqa gullarga qiziqaman. Ketdikmi? Albatta ketdik. Ketdik. Doim sizni ko'chada ko'ramizda. Mashina haydashga o'zingiz qiziqasizmi yoki majburiyat bo'lgani uchun haydaysizmi? Yo'q, mashina haydashni rosa ham yaxshi ko'raman. Chunki mashina xuddiki oyog'imdagi bo'lib qolgan. Juda ham ko'p ishlarimni bitirishimda shu prezidentimiz tomonidan berilgan mashinam eng katta yordamchim. Xuddi mashinada yurganimda o'zimni sog'lom odamdek his qilaman. Jarimalar haqida nima deysiz? Jarimalar bilan tez-tez tushib turasizmi? Yo'q, to'g'risi jarimalarga juda kam tushaman. Bo'lgan yil davomida tushmagan paytlarim ham bo'lgan. Adashmasam bu Tahoe mashinasi? Yo'q, Travers. Travers mashinasi. Siz o'zingiz orzuyingizdagi mashina bormi? Meni orzuyimdagi bor albatta. Mers qop-qorasidan boshqacha ovozlari. Rahmat. Ketdikmi bo'lsam? Albatta. Hozir meni eng sevimli kofe ichadigan joyimga keldik, Costa Cafe'ga. Bu yerda o'rtoqlarimiz bilan vaqtida ko'rishib, gaplashib, suhbatlashib o'tiramiz. Juda ham yaxshi, uyutli joy. Bu yerdan bitta kofe olib, keyin yana davom etamiz. Nega aynan kofe, Nurxon? Nega ko'proq kofeni iste'mol qilasiz? Kofega o'rganib qoldim desam ham bo'ladi. Trenirovka vaqtimiz sahar soat 4-5 ga to'g'ri kelardi. Uyg'onish ozgina qiyin bo'lardi. Shuning uchun ertalab ko'zim ochishim bilan kofe tayyorlab, zavtrak bizda ba'zida soat 8 dan keyin berilardi va qo'limda kofe bilan chiqib ketib, trenirovka vaqtida doim kofe ichib yurib, kofega o'rganib qolganman. Kofening ta'mi menga olimpiadani eslatadi, musobaqaga tayyorlanib yurgan vaqtlarimni eslatadi va qandaydir tetiklik beradi. Demak, chet elga chiqqaningizda ham, musobaqalarga chiqqaningizda ham kofeni o'sha davlatlarda iste'mol qilib turasiz. Albatta, kofesiz tasavvur qila olmayman. Ovqat yemasam ham albatta kofe ichaman lekin. Shirinliklarga qanaqasiz? Misol uchun San Sebastianmi yoki baklava? Men to'g'risi shirinliklarni juda ham yomon ko'raman. Shirinlik yeyolmayman. Ovqatlanish ratsioniga qanaqa qaraysiz? Mana sportsiz, to'g'ri ovqatlanasizmi yo bir xil payt o'zingizni balovat ham qilasizmi? Savolga ozgina chuqurlashtirib javob bersam, ilk bora yura olmay qolgan vaqtimda juda ham ko'pda vес olganman, noto'g'ri pitaniya orqasidan, ya'ni stressda. O'sha vaqtda vес tashlash menga juda ham qiyin bo'lgan, mazali taomlardan ketish juda ham qiyin bo'lgan va 2 yil davomida ko'proq salatlar bilan, правильный pitaniya bilan vес tashlab 44-45 kilogacha qaytib olganman, 67-68 kilodan. Shundan keyin qandaydir o'zi organizmim shunga o'rganib qolganki, правильный pitaniya xohlasam, xohlamasam organizm talab qiladi. O'zi ko'proq sabzavotlar, qaynatilgan ovqatlar, ba'zida bo'lib turadi. Balovat qilib turish bo'lib turadi, lekin ko'proq правильный pitaniyada yuraman. O'zim xohlasam ham, xohlamasam ham. Bir xil ovqatlar yana bormi tanlab iste'mol qiladiganingiz? Mevalardan olmani yoqtirmayman. Bilmayman nega. Unda temir moddasi bor, foydali, lekin bilmadim, olmani hech ham yoqtira olmayman. Bir bo'lgan vegetarianka bo'lib qolganman, go'sht mahsulotlarini yeya olmay qolganman. Yaqin yillardan murabbiyim go'sht yeyishga o'rgatdilar. Qo'y go'shtini umuman yeya olmayman haligacha. Biz hozir kutubxonadamiz. Sekin gaplashamiz shunga. Kutubxonadamiz, demak siz kitoblarga qiziqasiz. Oxirgi o'qigan kitobingiz qanaqa bo'lgan? Oxirgi o'qiyotgan kitobim Barchasi biz bilan boshlanadi kitobini o'qiyapman. Kitobga shunchalik kirib ketib qolaman, ba'zida yozuvchi esimdan chiqib qoladi. Sizga xorijiy yozuvchilardan va o'zimizning mahalliy yozuvchilardan kimlar ko'proq yoqadi? Xorijiy yozuvchilardan juda ko'pchiliklarni o'qiyman. Elchin Safarli ham juda ham ma'noli, chuqur
kitoblar yozadilar. O'zimizdan Said Ahmadning kitoblari juda ham yoqadi. Hozir qo'lingizdagi kitob qanaqa? Bu kitobni qarzga olingan umr anchadan beri izlab yurgan edim va nihoyat topganimdan rosa xursand bo'lib ketdim. Xohlaganim shu kitobni o'qishni. Hozir qanaqa kitob olamiz endi? Shu kitobni olamiz. Kitobni olib, keyin qayerga boramiz? Kitobni olib, keyin uyga bu narsa olishimiz kerak. Shuning uchun supermarketga boramiz. Olmen, Urfon, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, endi biz qayerga keldik? Biz hozir Galmartga bir ikkita produktlar olishga keldik. O'zingiz bozor qilasiz. Ko'pincha ha. Nimaga именно Galmart bu supermarket? Birinchidan menga kirib bozorlik qilib hamda yana parkovkaga tushib mashinaga ketishga juda ham qulay. Boshqa supermarketlardan topa olmaydigan mahsulotlarimni bu yerdan doim topaman. Ketdikmi bo'lsa? Ketdik. Bozorlikni doim o'zingiz qilasizmi? Ko'pincha ha. O, juda ham zo'r. Mahsulot tanlayotganingizda muddatiga qaraysizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Albatta, har doim muddatiga qarab, keyin xarid qilaman. Nima olamiz? 3 ta narsa olaylik. Hozir birinchi non olsak, sirlarga kirib, u yoqdan sir olishimiz kerak. Nega aynan bunaqa nom olsiz? Bundan Yaponiyani bir to'g'ridan sendvich tayyorlagan ko'rganman. Uni uyda tayyorlab ko'rganimda o'zimga ham, uydagilarimga ham juda ham yoqqan, ham juda ham to'yimli sendvich. Davom etamiz bo'lmasa. Muddatiga qarab olsa, rostdan ham muddatiga ko'p qarayotgansiz ekansiz. Chunki sog'lik uchun ham o'ylash kerak-ku baribir. Qishloq oldik. Ayollar hech qachon zerikmaydigan va juda ham chiqish qiyin bo'lgan joy. Ular uchun belgilab ko'ramiz. Mana shu bozorga kelib, bozorlik qilishingiz, uyga ro'zg'orlik qilishingiz sizga nima beradi umumiy? Rosa zavqlanaman. Uy uchun mahsulotlar ko'rganimda, dekorlar, narsalar olganimda, qanaqadir uyga borganimda juda ham quvonaman. Bu narsalar odamga boshqacha zavq beradi. Uyni bezash bu xuddiki ko'ngilni bezashdek gap. Inson har uyini bezaganida ko'nglidagi uyini bezagandek bo'ladi. Bugun kuningiz menimcha charchatib qo'ymadingiz sizni? Yo'q. Yana energiyam qolib ketdi. Juda ham zo'r. Katta rahmat sizga. Oldindagi musobaqalarda omad tilaymiz. Xudo xolasa yana uchrashish nasib qilsin shunaqa loyihalarda. Rahmat bugungi kun uchun, yoqimli suhbat uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Xayr. Xayr.